Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz, qadrli podpisчиклар. Bugun 11 mart kuni sizlarga reklama qilib beradigan mashinamiz. Bizning ko'pchilik obunachilarimiz mexanik Cobalt'ning sostensi yaxshisidan so'raydi. Hozir egalardan kelib turgan mashinamizni sizlarga bir qadar tanishtirib reklama qilib beramiz. Mashina 2021-yilda ishlab chiqarilgan oq rangda zo'r sosteniyada mashinamiz. Ko'rishingiz mumkin. Masofadan 4 tane yumshoq pollar ustunovka qilingan. Elde arkası bütün sosteniyasi zo'r mashina, klapanlari nastroyka qilinmagan, motor qismida kamchilik yo'q. Savollar ham akkuratli holatda turibdi. Mana savollarni ko'ringlar. Li9 bosibdi qo'yma. Like bosib qo'yasizlar birdan. 73.000 kilometr yurgan motorlari bor, mexanika, ya'ni ko'pchilik qarab yaxshisidan top bilmaydigan narsa. Poliki, tabita chexoli, sideniya chexollari qo'yilgan yaxshisidan. Keyin motor qismini gösterib o'tamiz. Mashinamiz egalardan sotib olyapti. Yana bir qiziqli yeri, agar mabodo abestomizlari bor, metallari bor. Egalar bilan kelishib bergan bo'lsangizlar, bo'lib beradi. Uni ofisimizga kelib gaplashsangizlar bo'ladi. Telefon orqali ma'lumot berilmaydi. Telefon orqali faqatgina mashina danlilar, qo'shimcha danlilari, aytilmaydigan ma'lumotlar bo'lsa so'rasangizlar bo'ladi. Avtokrediti bo'laman desizlar, boshlang'ich to'lovini 25 million so'm, oylik to'lov 3 milliondan 5 yil. Endi mashina kraskasiga keladigan bo'lsak, eshik bilan shu qalemning o'rnida petno kraskasi bor, boshqani tekshirib ko'rib olasizlar. Video obzorimiz sizlarga yoqqan bo'lsa, like bosib, bizlarga obuna bo'lib qo'yinglar. Shuningdek, bo'lib berar variant asosindagi boshlang'ich to'lovsiz, sosteniyasi zo'r mashinalarni, kamyob mashinalarni chiqarib berishda davom etamiz. Bizlarga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar va videomizni yaqinlarga tarqatish esdan chiqmasin. Avtokredit, barter, naqd pul, nasiya savdo hamma variantimiz bor. Manzilimizga yetadigan bo'lsak, Urganch yo'ldan yo'li Sputnik svetoforning yonida joylashgan. To'liq ma'lumot kerak bo'ladigan bo'lsa, telefon nomerlarimiz bilan bog'lanaverasizlar.